Gulnoz Bey, keling mana rasmdan chizgan Sakina opamni tahlil qilib beramiz. Matritsa bo'yicha. Hop. Nuqtonda ularni tahlil qilamiz. Uning uchun bizga tug'ilgan kun, oy, yillari kerak bo'ladi. Tug'ilgan kunlarini hozir men bular bilan birinchi marta ko'rishganimda yo'q. Fevral oyida tug'ilganimiz uchun rasmlarni, kartinalarni ko'rdimda, fevral oyida tug'ilganmiz desam, ha, to'g'ri topdingiz dedilar. Keyin rasmlarni ko'rdimda, qarasam haqiqatda 15-fevralda tug'ilgan ekanlar. Endi ularni tahlil Bularga qilamiz. qaraganimda Sakina opamda shunda birinchi 17 energiyasi borligini bildim, 5 energiyasi borligini ham bildim, chunki o'qitishga, o'rgatishga juda ham qobiliyatlari bor ekan, lekin hali so'ramadim. Mana endi ularni tahlilini ko'ramiz. O'zingiz kursda o'qiysiz, o'zingiz bu bilimlarni olishga tayyorsiz. Endi qarang. Mana bu sizni tug'ilgan kun oyingizga qarab, sizni xarakteristikangizni o'qib beradigan matritsa sudbiy, matritsa tahlili. 15-chislada tug'ilgansiz, 2-fevral oyidagilar bu kam tug'iladi, fevral va 2-chislada tug'ilgan insonlar. Ular ayollik energiyasi jo'shqin. Ularning ko'rinishidan ayollik energiyasi ufurib turadi. Ularning yoshini farqlash qiyin. Necha yosh berasiz bularga? Men bularga yosh berganman, hali ham yosh beraman. Bular keyin ikkinchi energiyadagilar sirli bilimlarni o'rgatish, sirli inson, ichkariga hamma narsani sirli hal qiladigan va intuitsiyasi o'ta ochiq. Ular yuqoridan potokdan sirazi ma'lumot olib, ularni bo'lisha oladigan insonlar. Endi bu joydagi 15-energiyaga qaraymiz. Bu energiya insonlarni rentgen kabi ko'ra olish. Ichkarida kimda nima og'rig'i bor, nima jarayon borlarni hammasini ko'ra oladigan energiya. Endi ularni talantida pul yo'lida 11 harakat, kuchli harakat, 16 buzib qurish, 13 transformatsiya. Mana qarang, kartina chizayotganda ham transformatsiya bo'ladi inson hayoti va shu orqali ular pul topadi. 18 ijodkorlik, 5 siz aytib o'tgandek o'qish, o'rgatish va tartiblash, hamma miyadagi tartiblash. Endi bizda ko'proq karmani qaraladi, chunki karmadagi holatda nima holat bo'lgan va bu hayotda nima uchun bu kasbni tanladilar, nima uchun bu yo'lga kirdilar. Endi mana karmada qarasak 22 erkinligi cheklangan. Erkinligi yo'q. 7 harakatsiz. 3 ayollar tomonidan yoki ayollik qaram. Xuddiki bu o'tmish hayotda bu qaram inson, ruh qaramda, qafasda tiqilganda, shuning uchun bular Feniks qushni tasvirladilar. Ichkaridagi holat. Endi bu hayotda erkinlikka chiqish, ijod qilish, 3 ayollikni ochish, yaratish, ijodkorlik yaratishni ochib berish. 7 esa harakatga javob beradi. Endi bu harakatlar orqali insonga o'zlarining harakatli vaziyatlarini tushuntirib beryaptilar, ko'rsatib beryapti. Endi bu holat mana 17 siz to'g'ri topdingiz, 17 katta kurukda turibdi. 17 bu o'sha iste'dod, yulduz bo'lib porlash, zvezda bo'lish, mashhur bo'lish energiyalar bor. Xuddiki shunaqada, endi ko'proq 2 sizda rosa jo'shqinda, 2 chunki bu sirli insonda, insonlarni sirini saqlay oladigan, sirli bilimlarni o'rganadigan va ichkaridagi sirli insonda uni erkak, ayol jinsini ham ajratish qiyin hamda naqa bo'ladi. Ichimdagan top deydi. Shuning uchun ichidagi bor holatni, og'riqlarni shu kartina, shu narsalarga, bilimlarga sarflaydi. Tarixiy narsalar sizga qiziq, juda holati qiziq bo'ladi va o'sha endi talantlarda 12 kelyapti, xizmat qilish, foyda keltirish energiyasi. Xizmat keltirish, foyda keltirish energiyasi. 18 orqali ijodkorlik, yaratuvchilik, qo'l mehnati, qo'l orqali kartinalar chizish deb turib, qo'l mehnati orqali kartinalarni zo'r bajaradi. 13 transformatsiya. 20 qo'l orqali hamma narsa qilaman. Soch kesaman, makiyaj zo'r qilaman, tikaman. Aynan o'zingizlarni qizdasizda. Men ham kecha his qilgandim, chunki 22 haqiqatda chegarangizni buzib chiqdim deysiz-ku, qolganda qafasdan chiqqaningizda. Chunki ikkalamiz karmamiz bir xil ekan, keyin o'sha men bu yerda odamni his qilmayman o'zimni deb, chunki menda ham xuddi shunaqada so'radim-ku. Keyin bular nimaga mashinaga, uyga qiziqmaysan deganda, xuddi menda ham xuddi shu. Hamma so'raydi, nimaga yo'q? Chunki u hozir qiziq emasdi, bu yoqda qiziq emas. Vнимание etdim. Juda, ha. 8 markazingizda turibdi.
Markazingizda adolat energiyasi sizga hamma narsani joyiga qo'yish, noqonuniy narsalarni yoqtirmaysiz, hamma narsa joyida bo'lishi. Sizga nisbatan adolat qilsa, nohaqlik qilsa chidamaysiz. Sen hozir mana qayerga borgin kechirim so'radingiz. Va o'sha narsa ham bor sizda. Plyusda ko'rdim ko'p energiyalaringizni. Ko'p energiya. 15-energiyangiz ham zo'r ufurib turadi bo'ladi. 15 churni magiya deydi, lekin 15 anaqa energiyasi. Qora farishtaning namoyon bo'lishi deydi. Endi u yaxshi narsalarni yaratish, sehrgarlik energiyasi bor. Siz o'ylagan narsangizni yarata olasiz, sehrlay olasiz, torta olasiz. Keyin mazza qilib yashaganingiz sari hayotingizdagi zavqlanib yashashingiz kerak. Chunki bu endi mana qaram insonki, endi o'tmish hayotda bular qaram inson holat bo'lgan, endi bu hayotda mazza qilib yashash uchun kelgan insonsizda. Sizga ozgina o'yin kulgi, ozgina yengil hayot, yengil pul topish, mazza qilib pul topishda siz qiynalib pul topishni xohlamaysizda. Yengil pul topish, zavqlanib, o'zingizdan rohatlanib zavqlanganingizda hayotingizga oson va yengil pul kela oladi. 16 buzib qurish, qaytadan buzish, mana ongdagi cheklovlarni buzib qaytadan qurish energiyasi bor bo'lgani uchun turmushda ham xuddi shunaqasiz, pulda ham xuddi shunaqasiz. O'sha buzib qurganingiz sari siz eng zo'rini qila olasiz, eng zo'r natijaga chiqa olasiz. Munosabatlarda 19 quyosh energiyasi nihoyatda porlaysiz. Agar 3 yil oldin sizni hayotingizga qanaqa mashhurlik keldi? 17-energiya turibdi. 3 yil oldin tanilishi 38 yoshingizda mashhurlik energiyasi bor sizda. Yo'lingizga kirgansiz. Sakra geometriya. 3 yarim yil oldin kirganman, 3 yil oldin berish boshlagan. 17 mashhurlik bordi. Endi mana bu yil 6 sevgiga to'yinish, sevgi berish, go'zallik yaratish bu siz uchun. Zo'r qo'yib yubordim. Keyingi yilda sizda kelayotgan energiya 19-energiya, boylik energiyasi kirib kelyapti. Hayotingizga eng katta pulni shu yoshingizda tortib ola olasiz va ziqna bo'lmasligingiz kerak. Sentyabrda qaysidir planeta kiryapti bir narsa. Manaqa buda mana yoshingizgacha farqlaydi. Mana 41 yoshda fevral oyida almashasizki, o'sha yoshda ta'sir qiladi. Endi baribir bu 19-yillik zo'r. Mazza qilib yashash, saxiy bo'lishingiz kerak. Ziqna bo'lib qolsangiz hamma narsa yo'qolib qoladi. Qanchalik saxiy bo'lib, hattoki shu bilimlaringizni bersangiz ham, sizning hayotingizga boshqa tomondan pul, katta pullar, juda katta pullar hayotingizga kirib keladi. Hop, mashhurlik bo'lgan hayotingizda, chunki 17-energiya bor, foyda keltirish energiyasi bor. Ikkinchi energiya ham plyusda, 15-energiya ham plyusda, 17 ham hozir plyusda. Hamma energiyalar deyarli plyusda. Hozir karmalarni zo'r yopib olganlarda. Zo'r yopganlar. Ko'p kishi karmada qiynaladi-da yopishda, hayoti davomida. Karmada qiyin, oson yopmagan ekan. 22 yil juda yopish qiyin-da. Oson yopmagan ekanlar, kecha bizga aytib berdilar. O'shanda aniq o'zimni his qildim, chunki o'zlarining tajribalari bilan bo'lishganda haqiqatda o'sha tajribalari juda og'ir va og'riqli o'tgan ekan. Xuddi o'zim mostmanda, bitta avlod bilan ikkinchi ajdodmi, avlodmi o'rtasida most bo'lardi, xullas. Shunaqa qilib o'tgan. Bu hayotda qaramlikdan oldingi holatingizda qaramlikdan ancha chiqqansiz, masalan, oldin qanaqa to'lg'i? Hozirgi qaramlikda. Endi ana 7 minusda bo'lib qolsa, harakatdan qo'rquv bo'lmaydimi sizda? Masalan, mashina minish, boshqa ularni ham plyusga chiqa solgansiz. Harakatdan, harakatli masalan, tezlikdan, yuqori tezlikda samolyotda uchish. Demak, ularni ham yaxshi yo'q olgansiz. O'zim mashina haydayman. Chirib haydaysiz, qo'rquvli, harakatsiz qolish juda ayanchlidir. Yo'q, harakat. O'zi qanaqa men uchun misol uchun uyda o'tirib qolish strashno. To'rtta devor orasida bo'lib qolish strashno. To'rtta devorlar orasida o'tirib qolish strashno men uchun. Qimirlamay qolish, bitta joyda o'tirib, polni qolib ketish strashno. Chunki 22. O'sha 22 ni yechganingiz uchun, katta quruq yechganingiz uchun bu yo'lni avtomatik yechib ketgansiz. Chunki 4 ta farzandlari bor, onaligini ham juda ham yaxshi uddalaganlar. Uchinchi energiya ayollik energiyasida bularga abort qilish umuman mumkin emas. Abort qilingan sari yopilib qolasiz. Sizga mumkin emas, minusga qarab ketaverasiz. Shu siz unaqa endi bo'lmaydi endi. Energiyasi bor. Unumdorlik, o'stirish, unumdorlik, farzand ko'paytirish, sizga bir passiv yo'l bilan ham pul keladi.
siz hayotingizda o'z doim passivda yashayman hozir ham. doim pulsiz qolmaysizda, bor sizda doim pul, chunki 3-energiyadagi Shunga o'zim ham hayron qolaman borku. shu plyusga chiqa olgansiz. o'z yo'lingizdan ketganingiz uchun o'sha qalbingizga topgan uchun juda katta bo'ldi. Zo'r. Da Sakin opa ancha nima o'zlarini yo'llarini topib ishlaganlar. Kecha Shahnoz opam aytadilar, men o'zimni o'sha Gulnozani taqdir materializatsiyasidan keyin angladimki, o'zimni to'g'ri yo'limda ketayotgan ekanman oxirgi o'yindan beri. Meni yo'qmi deyman umuman. Yo'q, Men deyarli ketmadi sizda